днем рождения поздравляю, пожелания тебе. Assalomu alaykum. Tabriklar va qutlovlar radio loyihasi kuzatuvchilari. Tug'ilgan kun sohiblariga olam quvonch ulashish uchun bizning shodiyona elchilarimiz fayzli xonadonlarga kirib borishda davom etadi. Bizning studiyamizga yetib kelgan dilnoma, dil izhorlari, qalb satrlari bor. Ayni damda kutilmagan tabrikimizni jonli qo'ng'iroqda amalga oshiramiz. Qani, boshladik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abdusmon otajonimiz bilan bog'landikmi? Ha, Abdusmon aka, men bo'laman. Otajon, yaxshimisiz? Xayrli kechlar bo'lsin. Rahmat o'zlaringizga. Rahmat. Ayni daqiqalarda sizni tabriklar va qutlovlar radio loyihasi ijodkorlari qo'ng'iroq qilib bezovta qilmoqdamiz. Bugungi shukronalik kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Qarshilayotgan 70 yoshingiz bilan ham chin ko'ngildan qutlab qolamiz. Umringiz uzoq, tanu joningiz sog' salomat bo'lsin ilohim. Rahmat sizga ham. Go'zal kun, unutilmas ayyom munosabati bilan sizni tabriklab qolgan yaqin insonlaringiz bor. Kim deb o'ylaysiz? Chiroyli niyatlarni, qalb satrlarini mehribonlar ichidan kim yo'llayotgan bo'lishi mumkin? Sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, mehribon jonu jigaringiz, singiljoningiz Banotoy opa o'zlarining tabrik xatlarini siz tomon yo'llaganlar otajon. Bu qaysi endi? Telegram ijtimoiy tarmoqlardan bezovta qilmoqdamiz. Singlingiz Banotoy opa tabrik xatlarini yo'llaganlar. Rahmat. Bor bo'ling, dunyo turguncha turing. Qimmatli vaqtingizni ayamasangiz, ularning tilaklarini sizga o'qib eshittirsam maylimi? Mayli, bemalol. Tashakkur. Assalomu alaykum. Hamisha bizlarni himoya qilgan qalqonimiz, qadrdon akajonim. Doimo bizlarni jigarlarim deb e'zozlagan ekan. Har kuningiz, hadya etilgan onlaringiz nurli bo'lsin. Jondan aziz insonimiz, sizni bugungidek shodiyona kuningiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan tavallud ayyomingiz bilan muborakbod etaman. Ilohim baxtimizga doimo sog' salomat bo'lib yuring. Qalban yaqin insonim, qadrdonim, oilaviy baxt, bitmas tugamas omad u xayrli amallarga sohib bo'ling. Dunyoning barcha yaxshiliklarini, ezguliklarini sizga tilab qolaman. Har kuningiz ajr va savoblarga boy bo'lsin. Barcha xayrli tilaklaringiz ijobatini ahli oilangiz bilan birgalikda ko'rib yurishingizni yuragimdan istab qolaman. Qo'llardan kelgan yordamni barchaga ulashguvchi jonkuyar akajonim. Sizni judayam yaxshi ko'raman. Allohimga hamdlar bo'lsin. Sizdek inson bilan jigar qilib, qondosh qilib yaratilganimizga. Akajonim, hayot yo'llaringiz baxtli kunlarga boy bo'lsin ilohim. Oldingizga qo'ygan ezgu tilaklaringiz ro'yobini ko'rib, ahli oilangiz keloyimiz bilan birgalikda Makka va Madinaga qadam ranjida etib, farzand ne'matlaringiz baxt va kamolni birgalikda hojilar bo'lib ko'rib yurmoqlik nasib etsin inshaalloh. U borki yarashar o'yin kulgo'yim, baxtlarga to'ladir o'tgan sururim. Qay davra bo'lsa ham ismi g'ururim, qalqonim, suyanchim akam bor mening. Uyimiz ko'rkiga ko'rkdir savlata, to'ylarga buyursin topgan davlata. Doimo e'zozlamo qalbim da'vati, qalqonim, suyanchim akajonim bor mening deya ana shunday mazmundagi tilaklarni go'zal she'rlar bilan yakunlaganlar. Sizning ham ularga aytar qalb nomalaringiz bormi? Rahmat, azamatjonim yonimda, qavatimda. Rahmat mayli.